umumta'lim maktablarida o'quv yili yakunlanib, so'nggi qo'ng'iroq tadbirlar o'tkazilishiga ham oz kunlar qolmoqda. Vazirlik tomonidan so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarni o'tkazish bo'yicha barcha ta'lim tashkilotlariga tavsiyalar hamda o'sha tadbirni o'tkazish bo'yicha namunaviy ssenariylar joylarga yetkazildi. Mazkur tavsiyalarga muvofiq eng avvalo shu o'quv yili yakunlari bo'yicha so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarini, demak, shu keng jamoatchilik ishtirokida ota-onalar, maktabning sobiq bitiruvchilari, umuman o'sha maktabda barcha o'quvchilar ishtirokida o'tkazish belgilangan. Shuningdek, o'quv yili davomida o'zini namunali xulqi, a'lo baholarga o'qishi bilan tengdoshlariga ibrat bo'lgan, ko'plab yutuqlarga erishgan o'quvchilarimizni maktab pedagog jamoasining o'sha faxriy yorliqlari bilan munosib rag'batlantirish va o'sha namunali o'quvchilarimizning ota-onalarini ham pedagogik jamoani o'sha tashakkurnomalari bilan taqdirlash ko'zda tutilgan. Shuning bilan birga bu tadbirlarni eng avvalo mazmun mohiyatiga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, biz o'tgan o'quv yili davomida juda ham katta yutuqlarga erishildi. Xalqaro olimpiadalarda, umuman o'quvchilar o'rtasida o'tkazilgan turli tanlovlarda yutuqlarga erishayotgan yoshlarimiz bor. Turan maktab teatri, Iqtidor maktab ansambli va boshqa ko'plab tanlovlarda faol ishtirok etayotgan o'quvchi yoshlarimizni albatta mehnatlarini munosib taqdirlash, bu bayramning o'sha ma'rifat bayrami ekanligini, 11 yil davomida shu maktabda ta'lim olib, bugun katta hayot ostonasiga qadam qo'yayotgan bitiruvchilarimiz tomonidan mana shu ustozlarimizni sharafli mehnatini qadrlash, ularga ehtirom ko'rsatish, ustozlarimizga bir hurmat bajo aylashga bag'ishlangan bir tadbir hisoblanadi. Shuning uchun bu tadbirlarda ko'tarinki kayfiyatda, o'quvchilarning xavfsizligini ta'minlagan holda keng jamoatchilik ishtirokida namunali tarzda o'tkazish barcha pedagog jamoalarning oldida turgan vazifa hisoblanadi. Shuning uchun turli dabdababozliklarga yo'l qo'ymaslik, bu tadbirlarni o'tkazish uchun shu o'quvchilardan yoki ota-onalardan pul mablag'lar yig'ishga qat'iy chek qo'yish yoki o'sha bitiruv kechalari, bitiruv oqshomlari kabi tadbirlarda turli restoranlar, to'yxonalarda nishonlashlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ota-onalar bilan tushuntirish ishlarini olib borish yoki o'quvchilarni o'sha bugun haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan ayrim o'quvchilarni o'sha avtomobillarda guruh bo'lib harakatlanish yoki cho'milish havzalariga guruh bo'lib borish kabi salbiy holatlarni oldini olish uchun ota-onalar o'rtasida bugun mana shu 15-maydan 22-mayga qadar o'tkaziladigan ota-onalar majlislarida tegishli tushuntirish, targ'ibot ishlarini olib borish va bu jarayonlarni ota-onalardan ham iltimos qilardiki, farzandlarni so'nggi qo'ng'iroq tadbirlardan keyingi o'sha jarayonlarda ham o'zlari nazorat qilishsa, turli noxush holatlarni oldini olishga barchamiz birgalikda hissa qo'shgan bo'lamiz.